Endi siz 4 kishini o'rniga 5 kishi umra ziyoratiga borib kelsangiz bo'ladi. Ya'ni do'stlar, Centrum Holiday'da hozir aksiya bo'lyapti ekan. Ya'ni 4 kishini puliga do'stlar 5 kishi umra ziyoratiga borib kelasiz. $1100 O'zbekistonda 6 ta viloyatda Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Termiz, Samarqanddan premium reyslarida endi $900 dan bo'lib ketibdi do'stlar, faqat 26-kunmi aka? Ha, shu noyabr oyiga beramiz. Noyabr oyiga beramiz-da. Noyabr oyida do'stlar, xudo xolasa ulgurib bo'linglar. Shart-sharoitlar qanaqa aka? Xo'p, shart-sharoitlar har doim aytib o'tganimiz Madina Munavvarada 200 metrda joylashgan mehmonxona gastitsamiz, Makka mukarramada 1,5 kilometr joylashgan. 3 mahal o'zbek milliy taomlari, malakali 50 boshlari birga borib birga kelishadi. Birga borib birga kelishadi. Undan tashqari do'stlar, umrachilar uchun, hojilar uchun eng kerakli narsalar: 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoyimiz, ehromlarimiz ochiq do'stlar, yuzasi ochiq bo'lishi kerak. Tapichka ovolasizlar, o'zlaringiz bilan silansi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Firma tomonidan beriladigan so'mka, bejik, undan tashqari xuddi shunaqa kamzir va samolyotda siz qiynalmasligingiz uchun polish ham berishadi. Bu bo'lsa o'zining rasmiy litsenziyasi bo'ladi. Pastda nomer bor, aloqaga chiqing. O'zbekiston 6 viloyatdan premium reysda 4 kishini o'rniga 5 kishi $900 dan umra ziyoratiga borib keling.